Sep qo'ydigan, cho'ng kichik hammaylarni intayin yoqtirib yeydigan, sirti churuk, ichi yumshoq, quvvatli bo'lgan go'shtni tayyorlashni o'rganamiz. Filmga bir tal yurakni berib saqlab olgandan keyin do'stlaringizga yo'llab o'tgach, aldirmay ko'rib o'rganib oling. Izlaganda topolmay qolsiz, meni qo'shib olishni unutmang. Eng avval xamir yo'g'irib olamiz. 250 gram ilmon sut, 250 gram ilmon suvga 3 gram xamir turush, 2 gram tuzni silib yaxshi bir aralashtirib olgandan keyin 800 gram unni silib xamir yo'g'irib olamiz. Agar uyingizda tarozi bo'lmay qolsa, o'zingizlar ko'z mo'lchar bilan yumshoqroq qilib xamir yo'g'irib olsanglar bo'ladi. Mening xamir yo'g'irishda ishlatayotganim Xiaoshong markasidagi 5 litrli xamir yo'g'irish mashinasi, xamir yo'g'irish ham ko'ptirish iqtidori bor. Agar ehtiyojinglar bo'lsa, boshpatdagi sarxil 719 degan unitani qo'shib aloqalasanglar bo'ldi. Meni qo'shamay qolsanglar, o'zingizlarning numarini qoldirib qo'yinglar, men sizlarni qo'shib olaman. Xamirni yo'g'irib bo'lgandan keyin 35 minut atrofida tindirib qo'yamiz, chalib bo'ldirib olamiz. Men xamirni mana shu mashinada ko'ptadi. Xamir bo'ldirish knopkasini bosgandan keyin 35 minutga tangshab, qo'zg'atish knopkasini besib olsak, birdamda xamirni tayyor qilib turdi. Bu oraliqda biz qiymamizni tayyor qilib olaylik. Muvofiq miqdorda go'sht bilan bosh piyozni mana shundoq ushaqroq chaqmoq holatda to'g'rab tayyor qilib olamiz. Ondan qiymaga tuz, zirqarmishlarni silib tamlantirib qo'yib qo'yamiz. Ko'rib kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib, do'stlaringizga ko'proq ham bahrlab qo'yinglar. Yaxshi mazmunlar har kuni bor. Mana xamirmi birdamda tinib tayyor bo'ldi. Endi buni ambalga ilib olgandan keyin o'xshash qilib 4 bo'lakka bo'lib, zo'l qilib tayyor qilib olamiz. Ondan videoda ko'rsatilgan bo'yicha yeyib tayyor qilib olamiz. Yaygan vaqtda xamirning cho'ng kichikligiga asosan nepiz qilinligini tanishsanglar bo'ldi. Pek nepiz bo'lib ketmasin, pek qilin qilib olmay, normalroq yaysanglar bo'ldi. Ondan mana shundoq eritib tayyor qilib olgan seriq mayni yuziga bir qavat surkib yetamiz. Seriq mayning o'rniga abjash may yoki eritib olgan quyruq maylarni surksanglar bo'ldi. Ondan tayyor qilib olgan qiymani muvofiq miqdorda ilib, takshi qilib yeyib olamiz. Qiymani takshi yeyib bo'lgandan keyin bir tarafdan tatib turib yogaymiz. Yogab tayyor qilib bo'lgandan keyin lag'man pilsiga o'xshash holatga keltiramiz. Bu vaqtda xamirni bir tarafdan tutib, burab turib yogasanglar, go'shtning texmi qat-qat bek payz chiqadi. Ondan duxovkaning lisiga silib, ustini biroq qurib besib o'tgandan keyin 15 minut atrofida tindirib qo'yamiz. Xamir bizga ko'pidi. Ondan buning ustiga bir tal tuxumning seriqiga bir qo'shiq sutni aralashtirib, yuziga surkib olgandan keyin yoqtirishinglar bo'yicha oqqor kunjutlardan sepib etib, oldin qizitilgan duxovkada 180 gradusda 35 minut qo'ysanglar, nihoyat yeyishlik bo'lgan go'shtning tayyor bo'ldi. O'rganib oldingizmi? Undaqda oilada bir sinab yiqing, uydagilaringiz bek maqtab ketadi.